Assalomu alaykum Chorva baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun sizlarga Andijon viloyati Baliqchi tumani Baliqchi mol qo'y bozoridan ena bola suti ko'p sigirlar narxlarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga yakshanba 2025-yil 22-iyun. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Ko'p obunachilarimiz o'rtadagcha dam oldik. Jahongir Baliqchi bozoridan sut ko'plardan ko'rsating degan uchun mana jigarlar sizlar uchun Baliqchi bol bozorini sut ko'p variantlardan yangi tuqqan ena bolalardan ko'rsatamiz. Qanunda videomizni boshladik. Birinchi molimizdan boshlasak, bolasi xunajincha shved paruda ishqibozlariga. Bu nechinchi bolasi ekan bu? Birinchi bolasi xunajin. Yo'q, Chorva baraka. Pulini nech pul aytyapsiz? 30 million kami bor. 4 kurak. Birinchi bolasi xunajin. Savdosi qanchaga boryapti? 26 million 500 ga bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Necha litr sutga? O'zi 10 ta, 8 ta beradi. 10 litr suti bor, 8 litrga sinab olishga berilaveradi deb aytyapti. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi, tog'a? Telefon nomer 99 99lik 485 485 2269. 2269. Manzil qayer? Manzil Norin. Norin, Namanganning moli. Aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi bolasi xunajin 30 million kam bor, 26 million savdosi ketyapti. 10 litr suti bor, 8 litrga sinashga beraveramiz deb aytilyapti. Keyingi molimizni ko'rsatsak, buni bolasi nima ekan? Novvos. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Sutchi. 10 litrdan oshiqroq, 10 litrga sinab olishga beraverasiz. 3-chi bolasi bu qancha? Pulini nech pul aytyapsiz? Qancha? 38 million kami bor deb aytilyapti. Molimizning holati xudo xolasa yaxshi. Yelinning holatlari savdosi qanchaga boryapti? 32 million 500, 33 million savdosi bo'lyapti. 38 kam bor. 3-chi bolasi bu qancha? 10 litr sutga. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Ishlatmaysizmi telefon? Ya. Telefoni yo'q ekan bu akani. Rahmat. Molimizni ko'rsatsak, bolasi Novvos variantidan shved paruda lekin bolasiga gap yo'q ekan buni. Aka hormi? Nech pul aytyapsiz ena bolaga? 35 kami bor. Bolasi Novvos. Nechinchi bolasi bu? 4-chi. Ish bosgan. 4-chi bolasi bu qachon mol? Xudo xolasa yaxshi, bolasiga gap yo'q ekan. Uzoqroqdan bitta holatini ko'rsatib qo'ysak, bu savdosi qanchaga boryapti? 30 millionga bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 94lik 100 8404. Manzil qayer? Shahrixonning moli. Aloqaga chiqaveramiz orqa holatlardan. Bu necha litr sutga sinab olishga beramiz? 10 litr sutga sinab olishga olaverasizlar jigarlar. Holati xudo xolasa yaxshi. Bolani ozgina to'ydirsanglar, Chorva baraka. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bolasi xunajin tamomini. Orqa holatlardan bitta ko'rsatib qo'ysak, nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi 2 kurak. Birinchi bolasi 2 kurak. Pulini nech pul aytyapsiz? Pulini 27 27 million 500 ming, 27 million savdosi bo'lyapti. Birinchi Chorva baraka. Birinchi bolasi xunajin. Suti nechta tog'a buni? Suti bolasidan tashqari 6 ta 5 ta beryapti. Bolasidan oshib 6 ta 5 taga sinab olishga beraverasiz xudo xolasa. O'zingiz nech pul aytyapsiz? Buni 30 million jicha kami bor. 30 jicha kami bor. 26,5 ga bermayapman deysizmi? 27,5 ga sotyapman. 27 million 500 mingga sotilmayapti ekan. Telefoningizni aytib qo'yasizmi tog'a? Telefonmi? Ha. 93lik 93lik 458 10 57. 57. Manzil Shahrixon ha? Yo'q. Ulug'nor. Ha, Ulug'norning moli ekan. Aloqaga chiqaveramiz. Molimizning holati xudo xolasa yaxshi, orqa holatlardan ham bitta ko'rib qo'yasizlar jigarlar. Rahmat tog'a. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bu bolasi nima ekan buni? Novvos. Mana jigarlar, bolasi bu qancha? Pulini nech pul aytyapsiz? 40 million kami bor. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi bu qancha? Sutchi? 12 litrga sinab olishga beraverasiz. 40 million kam bor. Bolasi bu qancha? Yilning holatlarini bitta ko'rib qo'yasizlar jigarlar, mana orqa holatlarda. Bu savdosi qanchaga boryapti?
30 ga bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 33lik 467 16 manzil qayer? Baliqchini moli, aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Keyingi molni ko'rsatsak, bolasi xunajin ekan tog'a buni. Nech pul aytyapsiz? 32 million kami bor. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi xunajincha. Uzoqroq bitta ko'rib qo'ysanglar. Sutchi buni 10 litrga sinashga beraverasiz. Orqa holatlarini ko'rib qo'yasizlar. Molimizning holati xudo xolasa yaxshi. Gabariti katta, bo'ylari 1.30 atrofida chiqadi. Bolasi ham rosa sutga to'yayotgan variantidan. Savdosi qanchaga boryapti? 28 ga 2 ham 28. 27 million 800 ga bermayapsiz. 10 litr sutga 3-chi bolasi xunajincha. Telefoningizni aytib qo'yasizmi tog'a? 95lik 018 77 manzil qayer? Shahrixon moli, aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Keyingi molimizni ko'rsatsak, targ'il so'raganlar uchun targ'il variantlardan orqa holatlarni. Bolasi nima buni? Bu qancha? Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi. Rosa sutga to'yapti yana. Bir oy bo'ldi qo'yilib qo'ydi. Qornida xudo xolasa qo'yilgan 1 oylik. 15 litr sut. 15 litr sutga. 12 litrga sinashga beraverasiz. Nechinchi bolasi dedi? Ikkinchi bola. Qornidagi ushaygan bo'lsa 3. 3. Pulichi? Bular hozirga 33 million 200 ming bo'lyapti hozir. 33 million 200 ga bermayapsiz. 15 litr sutga. Ikkinchi bola 12 litrga olaverasiz. Ikkinchi bolasi buqacha, ushaygan bo'lsa qornida 3-chi bolasi bor, 1 oylik. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 99lik 768 60 64 manzil qayer? Shahrixonda moli, bolasi rosa sutga to'yapti ekan jigarlar. Bolani bitta ish qozib qo'yasizlar. Rahmat. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bolasi katta variantidan. Bolasi katta variantdan. 3,5 oylikmi shu? Toza urug'. Bolar, lekin bolani zo'r beribdi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi 6. Ikkinchi bolasi 6 kurak. Pulini nech pul aytyapsiz? Ozgina kami bor. 45 million ozgina kam bor. Onasiga 23 million beryapti, onasini o'ziga. Onasini o'ziga 23 million beryapti. Bolagachi? Bolaga arxlagi. Lekin bolasi rosa sutga to'yapti. Yana 3 oylik 13-12 litr sutga sinab olishga beraverasizlar. Savdosi qanchaga boryapti? Yana bola? Onasiga 23. Ona bola savdosi bo'lgan. 2 kam 40 million savdosi bo'lyapti. 12 litr sutga ikkinchi bolasi buqacha. Mana jigarlar. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 97lik 836 1115 aloqaga chiqaverasizlar. Yana bittasini ayting. Ana. Sasas. Nechilik? Aytber. 99lik 859 30 49 45 aloqaga chiqaverasizlar. Andijonda moli. Keyingi molimizni ko'rsatsak, Mickey Mouse ekanda molingiz. Bolasi nima buni? Novvos. Nechinchi bola? 3-chi bola. 3-chi bola. Sutchi? 10 ta yo'q. 10 litr sutga sinab olishga beraverasiz. Qirg'izistonda Mickey Mouse qulog'ida sirg'alari bilan turibdi. Orqa holatlaridan bitta ko'rib qo'yamiz. O'tayni holatiga ish qo'zib qo'yasiz. Jigarlar mijib to'g'ri. Bolasi bu qancha? Pulini nech pul aytyapsiz? 35 qilyapti. Bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Baba telefoningizni aytib. Telefoningizni aytib. 94lik 992 27 70 nech pul kami bor deymiz. 40 million kami bor, 10 litr sutga sinab olishga beraverasiz xudo xolasa. 3-chi bolasi buqacha, bola ham bundaqa gibrid variantlaridan. Mickey Mouse so'raganlar uchun bolasi buqa variantlaridan kelganlar. Molimiz xudo xolasa et boshlari hamma yo'g'i zo'r. Keyingi mollarimizni ko'rsatsak, bu yerda Olaparuda bolasi buqa. Horma aka, bu sizdanmi mollar? Nech pul aytyapsiz bunga? 40 million So'rashyapti. 40 million kami bor, 34 million savdosi bo'lyapti. Bolasi novvos. Novvos 1 oylik. Keyingisi Aha.
Bolasi xunaji. Bolasi xunajin. 2,5 oylik qornida bolasi. 2,5 oylik bor. Necha pul qilishyapti? Buni 25 million 500 ming qilyapti. Bermayapsiz. Bunisigachi? Buni 35 million qilyapti. 35 million qilyapti. Bolasi bocha, bolasi zo'r ekan mana shu molni. Bitta ko'rsataylik-da. O'sha uzun ekanda bola. Bolasini ozgina sutga to'ydirsanglar, roza zo'r narsa bo'ladi. Bunisiga necha pul? 24 million 700 savdo bo'lyapti. Buni bolasi xunajin. Buni necha pul savdosi bo'ldi dedingiz? 35 million. Necha litr sutga? Buni 18 taga olganmiz, 8 taga beramiz. 8 taga berasizlar, lekin ko'p beradi. Ko'p beradi, bir mahal Buni necha litrga? Hammasini 8 tadan Hammasini 8 taga beraverasiz. Sog'amiz, Qolgan bolasiga. qolgani bolasi yemadi. Telefoningizni aytib qo'yasizmi aka? 94lik 94lik 108 108 0407. 0407. Manzil qayer? Yoshi baliqchi. Baliqchini moli. Bolasi novvoz, suti bor. Bolasi xunajin, suti bor. Bunisini bolasi xunajin. Buni qornida 3 oylik dediga buni. 2,5 oylik qornida ham bor. Videosini ham tashlab berar ekan, bemalol telefon qilib aytilgan nomerga uchalasiga o'na shu mol bilan 4 ta molga aloqaga chiqaverasizlar deganlar. Novvoz, xunajin, qornida bor deganlar uchun hammasidan bor. Rahmat. Keyingi mol ko'rsatsak, bolasi novvoz. Nech pul aytyapsiz aka bunga? Kami bor. Nechinchi bola bu? Ikkinchi bolasi bu qacha 40 million kami bor. Sutchi. Suti. 12 litrga sinashga beraverasiz. Uzoqroqdan holatda ko'rsatsak, molimizni bo'y baslari, kattaliklari, katta gavaritlar, orqa holatlardan. Savdosi qanchaga boryapti? 33 bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 93lik 706 1058. Manzil qayer? Baliqcha. Aloqaga chiqaverasizlar, bolasi novvoz, sut ko'p variantidan so'raganlar uchun. Keyingi molimizni ko'rsatsak, bolasi novvoz ekan buni. Nech pul aytyapsiz aka bunga? 33 million kami bor. Nechinchi bola bu? Ikkinchi bola sutchi. 12 litrga sinashga beraverasiz. Ikkinchi bolasi bu qacha 33 million kami bor. Savdosi qanchaga boryapti buni? 29 ga bermadingiz. Qo'shsa berasiz. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 94lik 296 37 77. Manzil qayer? Chinavot, Baliqchi Chinavot. Aloqaga chiqaverasizlar, bolasi buqat so'raganlar uchun. Agar bu sotilib ketsa, boshqa variant ko'p uyda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Molni yilining bitta ish bozib qo'yasizlar deganlar. Uzoqroqdan holati. Rasali sutga to'ydiradigan variantlaridan. Qaysini savdo qilyapsiz? Nech pul? 34 million so'radi. Bolasi manami? Bolasi Novvoz. 34 million savdosi bo'lyapti. Nechinchi bolasi ekan bu? ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Suti nechta aka buni? 8 ta. Uchtasini olib qolaveradi. 5 litr sutga bersa bo'ldi deb aytayapti. Bolasi bu qacha. Nech pul aytayapti o'zingizga? 40 million aytyapti, 34 million berishyapti. 40 million savdo aytayapsizlar, 34 million savdosi bo'lyapti 8 litr sutga. Ikkinchi bolasi dedingmi? Ikkinchi bolasi bu qacha o'ndaqa shved paruda. Telefon nomerini aytib qo'yamizmi? Telefon nomeri. Ayting. 95lik 95lik 097 097 34 3408. Manzil qayer? Qizbosgan moli aloqaga chiqaramiz. Shved paruda so'raganlar uchun. Rossiyskiy semental so'raganlar uchun bolasi buqa variantidan. Nech pul aytyapsiz aka bunga? Chorva bor aka. 40 million deyapti. 40 million kami bor. Bolasi novvoz. Rossiyskiyda bu. Rossiyskiy semental deb qo'yadi. Orqa holatlarini ko'rsatib qo'ysak, bu nechinchi bolasi? 4-chi tish bosganmi? Sutchi 15 litrga sinashga beraverasiz. 4-chi bolasi bu qacha 15 litrga sinashga beramiz deb aytayapti. 40 million kami bor. Savdosi qanchaga boryapti buni? 33 millionga bermadingiz. Qo'shsa berasiz. 40 million kami bor, 15 litr sutga 4-chi bolasi bu qacha. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? 94lik 105 77 79. 77 79. Manzil qayer? Sarxon. Shahrixonni moli aloqaga chiqaverasizlar jigarlar. Rossiyskiy semental so'raganlar uchun. Mana
keyingi molimizni ko'rsatsak. Bolasi xunajin ekan buni. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Pulichi? 22 million kami bor. Suti qancha? 8 ta. 8 litrga beraverasiz sinab olishga. 3-chi bolasi xunajin 23 million kami bor. 8 litr sutga sinab olishga beraveramiz deb aytyapti mana chigarlar. Savdosi qanchaga boryapti uni? 21 ga bermayapsiz. Qo'shsa berasiz. 23 ham bor. 8 litr sutga 3-chi bolasi xunajin. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Masaka. Ha, bu savdo qilishyapti ekan, telefonni aytilmaydi ekan.